va x to'rtinchisi x minus 3 x kvadrat plus x minus 2 musbat to'g'rimi? Faqat yana sharti borligi uchun x teng 0 degan shartni va x teng 3 degan shartlarni olaman. Faqat maqsad musbat qanday songa bo'lsa natija musbat chiqadi. X kvadrat plus x minus 2 musbat. Teng deyolmayman chunki maxraj. X 2 va x teng 1 x teng minus 2. Minus 2 va 0 bor kiradi va 3 bor kiradi. Mana bu tengsizlik faqat ikkalasiga tegishli. Bular do'ngalak bilan birlashtirilmaydi. Plus minus plus. Xo'sh, 0 dan katta shartiga ko'ra musbat o'rnini olamiz. Agar mana buni shafkali deb olsam, baribir shu kelib to'xtardida plusdan keyin minus yana takrorlab o'tib ketadi. To'g'rimi? O'sha gapni gapirib olib maqsadlar. Xulosa qilamiz. X tegishli minus cheksizdan minus 2 gacha birlashma 0 birlashma 1 dan cheksizgacha 3 kirib ketdi. O'shancha. Javob shu ekan. Bizlar mas'ul qilingan shu o'zi ekan javob ajoyib. King savol. 10. X minus A minus x minus B. A minus B'den çıkıyor. Testinin içinde. Bunun logaritmik kıymet ve bunun logaritmik kıymetlerini tarayabiliriz. A, B. Sonra da taslayalım. A küçük alayı kurs koyuyoruz. A, B. Sigara. Minus çıksızda. A geçecek. A'dan B'ye geçecek. B'den çıksız geçecek. Yine to'xtatamiz. Bu holatda A'dan kichkina holatda kichkinadan A'ni ayirsak manfiy chiqadi. Minus x plus A. To'g'rimi? Bu ham manfiy chiqadi. Minus x plus B. Kichik A minus B. Minus 2x A B kichik 0 x katta ekan 0 dan. Shu holatda tegishlimi? Tegishli. 0 dan katta sonlar A 0 dan kattami? 0 dan A gacha bo'ladi. Bundan chiqqan javob. Shu oraliqni kesishtiramiz. Bitta javob chiqdi. Endi oraliqni olamiz. A va B orasidagi son. A dan katta sondan A ayirsak musbat chiqadi. X minus A. B dan kichkina bo'lgan sonni ayirsak manfiy chiqadi. Kichkina A plus B. B ketdi. X'lar yeyishib ketdi. Minus A'miz kichkina ekan A. To'g'rimi shu gap? To'g'ri-ku? To'g'ri. A musbat son. A'ni musbat son yeyishib bersak, o'zidan kichkina son paydo bo'ladi. To'g'ri. To'g'riligicha uchun bu oraliqning barchasi ichimga ega. B da katta sonni olaman, musbat deb olaman. X minus A, X minus B. A plus B. 2x'imiz kichkina 2 A plus B'dan. To'g'rimi? Ular o'tdi. 2 ga bo'lsa x kichkina ekan A plus B'dan. A plus B'miz qayerda joylashgan shu yerda? Qayta aytinglarchi. A plus B'miz B'dan keyin joylashgan. Bu ham musbat. Musbat sonning yig'indisi B'dan katta bo'ladi. Mana A plus B deb olaman. To'g'rimi? Mana bu oraliq kesishadimi? Bu ichim. Oraliq butunlay bitta qilyapsiz. X tegishli 0 dan 0 kirmaydi. Bu kiradi ichiga. Bu ham kiradi, bilasizlar, mana to'rtinchi. A plus B gacha bo'ladi. A plus B gacha. Kirmaydi. Javob 0 dan A plus B gacha.
Bu usulni kursgandim ben. Modulni erishtirib, sonliqqa joylashtirib, 3 xil usullarda ishlash mumkin. Keyingi savol. 14. X kvadrat minus 9, x kvadrat minus 9 modulda. Biliriz. 49 minus x kvadrat modulda. 49 minus x kvadrat. Katta teng 2. E'tibor qaratamiz. 2 dan katta bo'lishi kerak. 2 dan katta bo'lishi uchun ikkalasi ham bilasizlar, ko'rinib turibdi, o'zi musbatligi. Bundan chiqadigan qiymatlarni gapirib chiqaman. 1 chiqishi mumkin, 1 chiqishi mumkin. Ikkalasini ham musbat bera olsa. Minus 1 chiqishi mumkin, 1 chiqishi mumkin. To'g'rimi shu gap? 1 chiqadi, keyin yana minus 1 chiqadi. 1 chiqishi mumkin, minus 1 chiqishi mumkin, minus 1 chiqishi mumkin. Diqqat qil. Mana bu qiymat 2 dan katta bo'la olmaydi. Olmayman. Bu qiymat nima gap? Modulning ichi manfiy. Modulning ichi manfiy degan holatlar o'chib ketdi. Bu holat 0 bo'ladi, 2 dan katta emas. Bu holat ham olinmaydi. Bu holat ham olinmaydi. Bitta mana bu holat olinadi, ya'ni modulda ichi musbat bo'lgan holat. X kvadrat minus 9 ni katta 0 deyman. Sistema. Uni ham katta 0 deyman. 49 minus x kvadrat ham katta 0 deyman. Teng demayman, sabab mahrajda ham xuddi shu narsa bor. Bu minus ko'paytirib olaman. X minus 7, x plus 7 kichik 0. Sonliqqa tashlayman. Minus 7, 7, minus 3. Pastdagini tepada qo'yardim. Hech narsa qilmaydi. Plus, minus, 0dan kichkina. Tepadagini pastda birlashtirdim. Manfiy olamiz. Musbat. Keskinchi. 7 minus 7 dan minus 3. Jo'q. Mana bu tushundinglar? Keyingi savol. 14 dan keyingi savol. 15 mi? X kvadrat minus 9 modul x minus 3. Katta 8 dan. Bir marta x da musbat deb olaman. Tepa x minus 3, x plus 3. Past musbat bo'lgan vaqtim x minus 3 bo'ladimi? 8 dan katta. Bular qisqarib ketdi. Ha? Bular faqat shart olib ketasan. Endi x plus 3imiz katta 8 dan, x katta 5 dan. 5 dan katta shundoq ham 3 kirmaydi. 0 dan katta 5 dan katta. Javob mana bu o'zi. Ikkinchi marta olamiz. X manfiy deb olamiz. Tepa x minus 3, x plus 3. Past minus chiqarib olamiz kasabonligiga. X plus 3 bo'ladi. X plus 3 ga ketdimi? Shart olib ket, x teng emas minus 3 ga. Katta 8 dan. Minusni berib yubordim. X minus 3 kichkina minus 8. X kichkina minus 5 dan. 0 dan kichkina minus 5 dan kichkina minus 3 shundoq ham kirmaydi. Javob mana bu bo'ladi. Ikkalasini birlashtirib qo'ysam javob quyidagicha bo'ladi. Minus cheksizdan minus 5 gacha birlashma 5 dan cheksizgacha. Keyingi savol. Bitirib ketaveryapti. 18. X minus 2 minus x minus 1. X
plus 2'nin kvadratı. Katta 0. Mana shundoq bo'lib turibdi, 0 ga teng emasligi musbatligiga faqat biz chaqib ketamiz, x teng emas minus 2 ga. Ana endi tepani o'zini musbatdan musbat natija musbat chiqadi. X minus 2 minus x minus 1 katta 0 o'tkazib yubordim. X minus 2 katta x minus 1. Qani ko'tarib yuboraman. X kvadrat minus 4x plus 4 katta x kvadrat minus 2x plus 1. X kvadratni yeyishib ketdi, o'tdi. 2x teskarisiga yozamiz, 1 o'tdi. 3 x kichkina 1 yarimdan. Bizda shartda minus 2 kirmaydi. X tegishli minus cheksizdan minus 2 gacha birlashma minus 2 dan 1 yarim gacha. Bormi shunaqa javob? Keyingi savol.